Viloyat soliq boshqarmasi rahbariyati tomonidan Xovos tumanida o'tkazilgan tadbir ham ko'plab savol-javoblarga boy tarzda o'tdi. Tadbirda o'rta biznes vakillarining tadbirkorlik faoliyatini yuritishda duch kelinayotgan muammolari, ularning yechimlari hamda sohaga oid taklif va tashabbuslari atroflicha muhokama qilindi. Tadbirkorlar tomonidan ilgari surilayotgan taklif va tashabbuslarning har biri soliq boshqarmasi rahbariyati tomonidan e'tiborga olinib, ayrim masalalar joyida hal etildi. Qolganlari bo'yicha tegishli choralar ko'rilishi belgilab olindi. Ish jarayonimizda aniqlanayotgan soliq yuzasidan savollarga tegishli javoblar oldik. Bu uchrashuvdan biz mamnuniyatimiz juda sifatli o'tdi. Albatta bunday uchrashuvlar tadbirkorlarimizga, hisobchilarga chunki yengillik bo'lyapti deb o'ylayman. Sirdaryo viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i tomonidan tumanimizdagi kichik va o'rta biznes korxonalari bilan uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvda soliq to'lovchilar tomonidan yo'llangan 20 dan ortiq muammo, masala va takliflarning qariyb 50% dan ortiqrog'i mas'ullar bilan birgalikda ijobiy hal qilindi. Qolgan qismi soliq to'lovchilarining shaxsiy hisob varag'iga tegishli hamda muddat talab qiladigan masalalar bo'lganligi uchun soliq boshqarmasining tegishli xodimlariga ko'rsatmalar berildi. Tadbirning uzviy davomi tumandagi ishlab chiqarish korxonalarida davom ettirildi.